Qamashi final tilla seriyasi o'yin durang bo'ldi. Ana Qoratabon, G'uzor jamoalar final tilla seriyasini tomosha qilamiz. Ikkala komandaga ham omad tilaymiz. Hakam tushuntiryapti nima qilish kerakligini. Istakdan keyin o'tmasi kerak. Qamash tepyapti. G'uzorlik Qoratabonimiz qaytardi. G'uzorliklar hisobda ketishdi. Gol 1-0. G'uzorliklar oldinga o'tdi. G'uzorlik Qoratabon yana qaytardi. Hisob 1-0. Hali G'uzorliklar yana bitta qizimiz bor, mana kelyapti. G'uzorlik qizimiz gol. G'uzor oldinda 2-0. Xursandchiligini qarang muxlislarni. Mana muxlislar, mana G'uzor muxlislari. Qamashilik qizimiz. Qamashi Savidovay. Yassani ketdik. Hoppa! Mana olmadi. Ketdi. Oxirgi qizimiz agar mana shu qizimiz agar halollasa, G'uzor g'alaba qozonadi. Gol va G'uzor g'alaba qozondi. G'uzorliklarni tabriklaymiz. 2-0 hisobida G'uzorliklar g'alaba qozondi. Endi menimcha tepishadi. 2-0. G'uzor muxlislari hali ikkita qoldi. Mayli endi 3-0. Mana kelyapman bu qizimiz. O'zi aniq bo'lib qoldi. G'uzor yutgani 11. Mana G'uzorliklar g'alabasini qarang G'uzorliklarni. G'uzor viloyat chempionatiga yo'l oldi. Hududiy bosqichdan chiqib G'uzor Qashqadaryo viloyati chempionatiga yo'l oldi. Mana muxlislar, mana trenerlar xursandchiligini qarang. Muxlislar tabriklaymiz. Muxlislar. Anvar aka, tabriklaymiz. Musobaqa juda zo'r bo'ldi. Nasib bo'lsa, Xudo nasib. Omad. Xudo nasib. Omad tilaymiz. Hududiy bosqichda mana Qamashiliklar 2-o'rinni oldi. Tabriklaymiz. G'uzorlik qizlarning xursandchiligiga sherikmiz. Qizlar, musobaqa qanday bo'ldi? Musobaqa haqida fikr. Assalomu alaykum. Musobaqa tashkilotchilariga va rahbarlarga, prezidentimizga, vazirimizga kattakon rahmat. Viloyat respublikaga chiqib Damas top kelamiz.
Can't